$300 turadigan xarita hadya qilamiz. Dam olish maskanlari nimaga Palma tanlashyapti? 3 yillik garantiya beramiz. Mijozlar oqimini o'rtacha 30% ga oshirgan. Palma olayotganda 3 ta narsaga albatta e'tibor berishingiz kerak. Birinchi 20 ta mijoz uchun o'rtacha qiymati $1000 ga bo'lgan xizmatimiz bepul taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Abbos. Men Ekopalma kompaniyasi rahbari va asoschisi bo'laman. Biz 22-yildan beri 12 ta viloyat bo'ylab 3000 tadan ortiq palma qo'yganmiz va 500+ mijozlarga xizmat ko'rsatib kelamiz. Bu qisqa videoda hozirda dam olish maskanlari nimaga Palma tanlashyapti va nimaga Ekopalma kompaniyasiga ishonch bildirishyapti, shu haqida qisqacha gaplashamiz. Dam olish maskanlariga Ekopalma mana shu turdagi ikki xil palmamizni qo'yishni maslahat beradi. Sababi bu palmalar joyingizga ekzotik muhit qo'shib, premium ko'rinishga olib keladi. Natijada joyingizga mijozlar oqimi 30% ga o'rtacha oshadi. Akalar, palma olayotganda aynan mana shu 3 ta narsaga e'tibor berish juda muhim. Birinchisi bu palmani terisi bo'ladi. Bu oddiy teri emas, palmani rostakam terisi bo'ladi. Uni farqi bu stabillashtirilgan, ishlov berilgan teri bo'ladi. Ishlov berilmasa sovuqga, issiqga, quyoshga, yomg'irga chidamsiz bo'lib qoladi va 3 oyda o'zgaradi. Aynan Ekopalmada ishlatilayotgan teri hammasi tekshirilgan, tajribadan o'tgan, ishonsangiz bo'ladi. Ikkinchidan o'rtoqlar, ishlatilayotgan barglarga e'tibor berishingiz juda muhim. Ekopalmada biz aynan quyoshga chidamli O'rta Osiyo uchun chiqarilgan barglarni ishlatamiz. Buni farqi nimada? Farqi materialda, ichidan sim o'tganligida. Bu temirli barg bo'ladi. Har bitta tolasidan ichidan sim o'tgan. Bu degani shamolga chidamli, yomg'ir, qor, ertaga har xilcha qor yog'ishi mumkin. Tashlab olmaydi, sinib ketish ehtimoli juda past va quyoshga chidamli bo'ladi. Afsuski, ba'zi bir sohadoshlarimiz mana bunaqa barglar ishlatishadi. Ko'rib turganingizdek ko'rinishi bir xil desa ham bo'ladi. Katta kichik ham bo'ladi buni, lekin ichida sim o'tmagan. Sim o'tmaydi va bu o'sha plastmassa barg hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu shamolda, quyoshda to'kilib boshlaydi. Bir yerga bormaydi. Uchinchi e'tibor berish muhim bo'lgan narsa bu daraxt qotirilish uslubi. E'tibor bersangiz, Ekopalmada daraxtlar bolt gaykada qotiriladi. Bu degani kelajakda nimadir sodir bersa ham siz xizmat ko'rsatishga, to'g'irlashga, joyini ko'chirishga imkoningiz bo'ladi. Lekin afsuski qolganlar buni prosta svarka qilib yuborishyapti. Biz palmalarimizga 3 yillik garantiya beramiz va faqatgina bizda restavratsiya xizmatimiz ham bor. Bu degani 3 yildan keyin ham palmangizni yangidek ko'rinishga olib kelib berishimiz mumkin. O'rtoqlar, bu hali hammasi emas. Hozirda biz aksiya e'lon qilganmiz. Faqatgina 10 ta va undan ko'proq palma xarid qilgan mijozimizga biz Woodley World brendidan $300 turadigan xarita hadya qilamiz. Bizni ofis va showroomimiz Toshkentda, Chilonzorda joylashgan va shu yerdan turib biz butun O'zbekistonga xizmat ko'rsatamiz. Va kerak bo'lsa, istalgan viloyatda joyingizga bepul o'lchovga chiqishimiz mumkin. Biz 24 ga 7 xizmatingizdamiz. Faqatgina Ekopalmada, ya'ni bizda 3 oylik test drive taklifi bor. Bu degani 3 oy ichida palmaga o'zgarish bo'lsa, biz pulingizni 100% qaytaramiz. Qolaversa, bizda perchislaniya, naqd, tender, auksion hamma to'lov uslublari bor. Va faqatgina birinchi 20 ta mijoz uchun o'rtacha qiymati $1000 ga bo'lgan xizmatimiz bepul taklif qilamiz. Bu degani bepul dostavka, bepul ustanovka, bepul dizayn proyekt. Bu taklifga ulgurish uchun shu video tagida konsultatsiya tugmasini bosing va biz siz bilan tez orada bog'lanamiz.